Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar va fuqarolar. Bugun mana Sherobod Agrobank filialida navbatdagi tadbirkorlar va fuqarolar bilan uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Bugun bizning bankimizda mavjud yangiliklar, boshqalar bo'yicha bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Marhamat, bizning bankimiz bo'yicha nima savollaringiz, boshqalaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Marhamat. Men Boybuloq mahallasidan Muhammad Murodbek bo'laman. Menga chorvachilik uchun 50 million shu yordam qilishlaringizni so'rayman. Kredit so'rayman. Kredit. Rahmat. Haqiqatan Boybuloq mahallasi bizning Agrobankimizga biriktirilgan. Bankimizda Boybuloq mahallamizda agentimiz va biriktirilgan mahalla banklarimiz mavjud. Ular sizni chorvachilik oldindan qilgansiz, to'g'rimi? Ular sizni oldindan chorvachilik boqish bo'yicha salohiyatingiz bor, joyingizni o'rganadi va ularning tavsiyasiga asosan kredit ajratishda amaliy yordam ko'rsatamiz. Sog' bo'ling. Marhamat, yana kimda savollar bor? Boybuloq mahallasi yashayman, Shaymandan Nurdin. Menga 312 qaror bo'yicha 100 million pul ajratishga amalga oshirishni so'rayman. Rahmat. Ushbu prezidentimiz 312 sonli qaror bo'yicha siz oldin ham chorvachilik bilan shug'ullangansiz, to'g'rimi? 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan 300 million so'mgacha garov bilan kredit ajratiladi. Siz demak, yaqinda firma qanaqa o'zi mavjud? Siz hujjatlaringizni mahalla bankirimiz o'rganib chiqadi va bizda mahalla bo'limiga olib kelib, bu yerda kerakli hujjatlarni jamlab berganingizdan keyin biz ijobiy xulosasini olgan holda sizga kredit ajratishga yordam ko'rsatamiz. Nima faoliyat bilan shug'ullanmoqchisiz? Chorvachilik. Chorvachilik, yirik shoxli chorva. Borib o'rganamiz. Har ushbu kreditlarimiz ma'lum bir uzoq muddatda sizning arizangizga asosan beriladi va har kvartalni yo oyma-oy monitoring bo'lib boradi. Siz ushbu kreditdan ijobiy va samarali foydalanasiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling. Yana kimga savollar bor? Menda savol bor. Assalomu alaykum. Men Akabir va Zulxumor Majidovnaman. Faroqli mahallasida yashayman. Men xonadonimda chorvachilikka bo'lgan shart-sharoitlarim bor. Men shu Agrobankdan mahalla loyihasida 50 million so'mlik kredit ajratishlarini. Rahmat. Taroqli mahallasi ham bizning bankimizga biriktirilgan. Taroqli mahallasining agenti va mahalla bankimizdan biriktirilgan o'sha mahalla bankirimiz sizning xonadoningizni borib o'rganadi, shart-sharoitingizni o'shanga asosan sharoitingizga qarab sizga tavsiyani beradi va kredit ajratishda amaliy yordam ko'rsatadi. Oldindan chorvachilik bo'yicha o'zingiz o'qishingiz bor, boqqansiz. Boqqanman, shug'ullanaman chorvachilik. Rahmat, sog' bo'ling. Yana kimga savollar bor? Agar hech kimga savollar bo'lmasa, bugungi tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni yakunlaymiz. Marhamat, biror savollaringiz bo'lsa, filialimizga kelib yoki biz bilan bog'langan holda savollaringizga javob olishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling.